Keling, bugun juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib gaplashamiz. Telefoningizda bitta xavfli narsa bo'lsa, pensiya pulingiz kartangizdan yechib olinishi, hisobingiz bloklanishi yoki firibgarlar nomingizdan kredit rasmiylashtirishi mumkin. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'p holatda firibgarlar aynan yoshi katta insonlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Shu sababli hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni ota-onangizga, bobo buvingizga, qo'shnilaringizga yetkazing. Birgina ogohlantirish butun oilaning pulini saqlab qolishi mumkin. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Pensiyani davlat telefoningizda biror ilova borligi uchun olib qo'ymaydi. Lekin telefoningizda ayrim xavfli ilovalar, begona odamga berilgan kodlar, bank kartangizga ulangan shubhali xizmatlar yoki masofadan boshqarish dasturlari bo'lsa, pensiya pulingiz amalda yo'qolib qolishi mumkin. Odam pensiyamni olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida esa pul kartaga tushgan. Lekin firibgarlar uni bir necha daqiqada yechib olgan bo'ladi. Shuning uchun masalaning ildizi telefon xavfsizligi, bank kartasi xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishda. Oldin pensiya asosan naqd berilar edi. Pensioner pochta xodimini kutardi yoki belgilangan joydan pulni olardi. Xavf ham bor edi, albatta, pulni yo'lda yo'qotish, aldovga uchrash, birovning qo'liga tushib qolish. Lekin firibgarning pensioner puliga yetishi uchun odatda u bilan yuzma-yuz uchrashish kerak edi. Hozir vaziyat o'zgardi. Pensiya ko'pincha bank kartasiga tushadi. Kartaga telefon raqami ulanadi. SMS xabarlar keladi. Bank ilovasi orqali pul o'tkazish, to'lov qilish, kartani boshqarish mumkin bo'ladi. Bu qulay, lekin ehtiyotsizlik bo'lsa, xavf ham oshadi. Firibgar pensionerning uyiga kelmasdan, hatto boshqa viloyatda yoki boshqa davlatda o'tirib ham pulini olib qo'yishi mumkin. Eng katta xavf nimada? Birinchi xavf telefoningizda masofadan boshqarish ilovasi bo'lishi. Masalan, ayrim dasturlar telefon ekranini boshqa odamga ko'rsatish yoki telefonni masofadan boshqarish imkonini beradi. Bunday dasturlar aslida yomon maqsad uchun yaratilmagan. Ular texnik yordam ko'rsatish uchun kerak bo'lishi mumkin. Lekin firibgar men bank xodimman, kartangiz bloklanadi, pensiyangiz to'xtatiladi. Sizga yordam beraman deb telefon qiladi va mana shu ilovani o'rnating deydi. Pensiya ilovani o'rnatadi, ekranga chiqqan kodni aytadi. Keyin firibgar telefon ichidagi SMS'larni, bank ilovasini, kartadagi pulni ko'ra boshlaydi. Agar bank ilovasi ochiq bo'lsa yoki SMS kod kelib tursa, pul bir zumda boshqa kartaga o'tkazib yuboriladi. Men amaliyotda ko'p uchraydigan holatni misol qilib tushuntiraman. Pensioner onaxonning kartasiga har oy 20.800.000 so'm pensiya tushadi. U kishiga ijtimoiy to'lovingizni qayta hisoblaymiz. Telefoningizga tekshiruv ilovasini o'rnating deb qo'ng'iroq qilishadi. Onaxon davlat idorasidan qo'ng'iroq qilyapti deb o'ylaydi. Ilovani o'rnatadi, kelgan kodni aytadi. 10 daqiqa ichida kartadan avval 9.000 so'm, keyin 700.000 so'm, keyin qolgan mayda summa yechiladi. Ertasi kuni bankka borsa, operatsiya telefoningiz orqali tasdiqlangan deyishadi. Bu yerda davlat pensiyani olib qo'ymagan, bank ham o'zidan o'zi pulni bermagan. Firibgar telefon orqali pensionerning tasdiqlash vositasini qo'lga kiritgan. Ikkinchi xavf SMS kodlarni begona odamga aytish. Men buni alohida ta'kidlayman. Hech bir bank xodimi, pensiya jamg'armasi xodimi, soliq xodimi, mahalla xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, u katta ehtimol bilan firibgar. SMS kod bu sizning elektron imzongizga o'xshaydi. Siz kodni aytsangiz, men roziman degandek bo'lasiz. Masalan, kartadan pul o'tkazish uchun kod keladi. Siz uni aytasiz, firibgar pulni o'tkazadi. Yoki bank ilovasiga kirish uchun kod keladi. Siz uni aytasiz, firibgar ilovaga kiradi. Yoki telefon raqamingizni boshqa qurilmaga ulash uchun kod keladi. Siz aytasiz, keyin barcha xabarlar boshqaning qo'liga o'tishi mumkin. Uchinchi xavf telefoningizda shubhali APK ilovalar bo'lish. Ko'p odamlar pensiyani tekshirish, nafaqa olish, kompensatsiya, yordam puli, qarzdorlikni o'chirish degan nomdagi havolalarga kirib, rasmiy do'kondan emas, noma'lum saytdan ilova yuklab oladi. Ayniqsa Android telefonlarda APK fayl o'rnatish odatiy holga aylanib qolgan. Bunday ilovalar telefoningizdagi kontaktlar, SMS'lar, galereya, bank xabarlari va hatto ekran ustidan ruxsat so'rashi mumkin. Odam davlat ilovasi ekan deb ruxsat beradi. Aslida esa ilova firibgarga xizmat qiladi. Agar telefoningizda
shunday noma'lum ilova bo'lsa, pensiya kartangiz xavf ostida bo'lishi mumkin. 4-xavf bank kartasining rasmi, raqamiy, muddati va orqa tarafidagi CVC kodni birovga yuborish. Ko'p pensionerlar pul tushirib beramiz, pensiyangizni tekshiramiz, kartangizga kompensatsiya o'tkazamiz degan gapga ishonib, kartani suratga olib yuborishadi. Kartaning old tarafi ham xavfli, orqa tarafidagi 3 xonali kod esa yanada xavfli. Bunga qo'shimcha ravishda SMS kod ham aytilsa, kartadagi pulni olib ketish juda oson bo'ladi. Esingizda bo'lsin, pensiya tayinlash, qayta hisoblash yoki ijtimoiy yordam olish uchun odatda karta CVC kodini yuborish talab qilinmaydi. Endi kimlar ko'proq ehtiyot bo'lish kerakligini aniq aytaman. Birinchi navbatda pensiyani kartaga oladiganlar. Ikkinchidan, telefonida bank ilovasi borlar. Uchinchidan, internetdan foydalanishni yaqinda o'rgangan yoshi katta insonlar. To'rtinchidan, farzandlari boshqa joyda yashaydigan, moliyaviy masalada yolg'iz qoladigan pensionerlar. Beshinchidan, sizga davlatdan pul ajratildi, subsidiya chiqdi, kompensatsiya bor degan xabarlarga tez ishonadiganlar. Lekin men yoshman, menga aloqasi yo'q deb o'ylamang. Agar sizning telefon raqamingiz ota-onangiz kartasiga ulangan bo'lsa yoki siz ularning bank ishlarini yuritsangiz, xavf sizga ham tegishli. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz faqat rasmiy ilovalarni ishlatsangiz, bank ilovasiga parol qo'ygan bo'lsangiz, SMS kodlarni hech kimga aytmasangiz, begona havolalarga kirmasangiz, telefoningizga noma'lum ilova o'rnatmasangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin bu umuman xavf yo'q degani emas. Firibgarlar har kuni yangi usul o'ylab topadi. Bugun ular bank nomidan qo'ng'iroq qiladi, ertaga pensiya jamg'armasi nomidan yozadi. Indinga profilingiz tasdiqlanmasa pensiya to'xtaydi degan soxta xabar yuboradi. Shuning uchun ehtiyotkorlik bir martalik ish emas, doimiy odat bo'lishi kerak. Bu yerda juda muhim farq bor. Pensiya qonuniy sabablar bilan to'xtatilishi yoki ushlab qolinishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin bu telefoningizdagi ilova sabab emas. Masalan, fuqaro vafot etsa, doimiy yashash holati o'zgarsa, noto'g'ri hujjat asosida to'lov tayinlangan bo'lsa, ortiqcha to'langan mablag' aniqlansa yoki aliment, kredit, sud qarori, ijro hujjati bo'yicha majburiy ushlov bo'lsa, qonuniy tartibda ma'lum miqdor ushlab qolinishi mumkin. Bunday holatda ham jarayon hujjatga, qarorga rasmiy bildirishga asoslanadi. Telefoningizda mana bu ilova bor ekan, pensiyangizni olib qo'yamiz degan gap rasmiy tartib emas. Agar sizga shunday deyishsa, bu juda shubhali signal. Masalan, bir odamning bank kreditidan qarzi bor, sud qarori chiqqan, ijro ishi ochilgan. Shunda pensiya kartasiga tushgan puldan qonunda belgilangan tartibda ushlov bo'lishi mumkin. Bu bilan firibgarlikni aralashtirmaslik kerak. Yana bir misol, pensioner chet elga uzoq muddatga ketgan. Ro'yxat yoki to'lov tartibi bo'yicha muayyan tekshiruv talab qilinadi. Bu ham rasmiy idora orqali hal qilinadi. Lekin firibgarlar aynan shu mavzulardan qo'rqitish uchun foydalanadi. Qarzingiz bor, pensiyangiz bloklanadi. Hujjatingiz noto'g'ri, darhol kodni ayting. Telefoningizda tekshiruvdan o'ting. Rasmiy idora hech qachon sizni shoshirib, vahimaga solib telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Yana bir nozik jihat, ba'zi firibgarlar Telegram, WhatsApp yoki SMS orqali soxta havola yuboradi. Havolada pensiya miqdorini tekshiring, yangi to'lov uchun ariza bering, davlat kompensatsiyasini oling, kartangizni tasdiqlang deb yoziladi. Sahifa rasmiy saytga o'xshashi mumkin. Logotip ham qo'yilgan bo'ladi. Siz ism, familiya, pasport ma'lumotlari, telefon raqami, karta raqami va SMS kodni kiritasiz. Natijada ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri firibgarga boradi. Odam rasmiy saytga kirganman deb o'ylaydi. Aslida manzil 1-2 harf bilan farq qiladigan soxta sayt bo'ladi. Shuning uchun havolani bosishdan oldin manzilni tekshirish kerak. Eng yaxshisi rasmiy ilova yoki rasmiy saytni o'zingiz qidirib oching. Endi telefoningizda nimalarni tekshirishingiz kerakligini bosqichma aytaman. Birinchi qadam, ilovalar ro'yxati oching. Telefon sozlamalariga kiring. Ilovalar yoki apps bo'limini toping. Tanimagan, nomi g'alati, yaqinda o'rnatilgan support, remote help, service, update, bonus, pension, kompensatsiya kabi nomli ilovalarni tekshiring. Agar ilovani o'zingiz bilib o'rnatmagan bo'lsangiz, uni ochmang. Avval farzandingiz yoki ishonchli mutaxassisga ko'rsating. Masofadan boshqarish ilovalari bo'lsa, ular nima uchun kerakligini aniqlang, kerak bo'lmasa o'chirib tashlang. Ikkinchi qadam, ilovalarga berilgan ruxsatlarni tekshiring. Ayniqsa SMS, telefon qo'ng'iroqlari, kontaktlar,
ekran ustida ko'rinish, maxsus imkoniyatlar, bildirishnomalarni o'qish kabi ruxsatlar juda muhim. Oddiy fon rasmiy ilovasiga SMS o'qish ruxsati kerak emas. Oddiy chiroq ilovasiga kontaktlar kerak emas. Pensiya tekshirish deb atalgan noma'lum ilovaga bank SMSlarini o'qish ruxsati berilgan bo'lsa, bu katta xavf. Bunday ruxsatlarni darhol olib tashlash kerak. 3-qadam. Bank ilovangizni tekshiring. Ilovaga kirish paroli oddiy bo'lmasin. BIM1, BIM234 tug'ilgan yil, telefon raqamining oxirgi raqamlari kabi parollar juda xavfli. Imkon bo'lsa biometrik himoya, ya'ni barmoq izi yoki yuz orqali kirishni yo'qing. Bank ilovasida qaysi qurilmalar ulanganini ko'rsatuvchi bo'lim bo'lsa, begona qurilma yo'qligini tekshiring. Shubhali operatsiyalar bo'lsa, darhol bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Rasmiy raqamni Google'dan chiqqan reklama orqali emas, kartangiz orqasidan, bankning rasmiy saytidan yoki ilovasidan oling. 4-qadam. SIM karta va telefon raqamingizni himoya qiling. Chunki bank SMSlari ko'pincha shu raqamga keladi. Agar telefoningiz yo'qolsa, darhol mobil operatorga murojaat qilib SIM kartani bloklang. Agar telefoningizga kutilmaganda SIM karta almashtirildi, raqam qayta ro'yxatdan o'tdi degan mazmundagi xabarlar kelsa yoki aloqa birdan uzilib qolsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zi firibgarlar raqamni qayta tiklash orqali SMS kodlarini qo'lga kiritishga urinishi mumkin. Raqam kimning nomida ekanini ham tekshirib qo'yish foydali. 5-qadam. Kartangiz bo'yicha limitlar o'rnating. Ko'p bank ilovalarida kunlik o'tkazma limiti, internet to'lovlari limiti, naqd yechish limiti bor. Agar pensioner kartani faqat do'konda to'lov qilish va naqd yechish uchun ishlatsa, katta miqdordagi onlayn o'tkazmalarni cheklab qo'yish mumkin. Masalan, kartaga 2 million so'm pensiyasi tushsa, kunlik internet o'tkazmasini 200 ming yoki 300 ming so'm qilib qo'yish xavfni kamaytiradi. Agar firibgar kirib olsa ham, hamma pulni bir zumda olib ketishi qiyinlashadi. Albatta, limitlarni o'zingizning ehtiyojingizga qarab sozlang. 6-qadam, ota-onangiz bilan oddiy qoida tuzing. Men buni har bir oilaga tavsiya qilaman. Qoidani qog'ozga yozib, telefon yoniga yoki shkafga yopishtirib qo'ying. SMS kodni hech kimga aytmayman. Kartani rasmga olib yubormayman. Begona havolaga kirmayman. Kimdir bank yoki pensiya nomidan qo'ng'iroq qilsa, avval farzandimga qo'ng'iroq qilaman. Bu juda sod ko'rinadi, lekin amalda yuzlab holatlarda pulni saqlab qoladi. Chunki firibgarlar odamni shoshirishga harakat qiladi. Oilaviy qoida esa odamni to'xtatadi va o'ylashga majbur qiladi. Agar allaqachon shubhali ilova o'rnatgan bo'lsangiz yoki kod aytib yuborgan bo'lsangiz, nima qilish kerak? Birinchi navbatda vahima qilmang, lekin kechiktirmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani vaqtincha bloklashni so'rang. Keyin bank ilovasi parolini o'zgartiring, kerak bo'lsa, barcha qurilmalardan chiqish funksiyasini ishlating. Shubhali ilovani o'chiring. Telefoningizdagi parolni almashtiring. Agar SMSlar boshqa qurilmaga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin deb gumon qilsangiz, mobil operatorga murojaat qiling. Agar pul yechilgan bo'lsa, bankdan operatsiyalar bo'yicha ma'lumot oling va ichki ishlar organlariga ariza bilan murojaat qiling. Ariza yozishda aniq ma'lumotlar muhim. Qachon qo'ng'iroq bo'ldi? Qaysi raqamdan qo'ng'iroq qilishdi? Qanday gapirishdi? Qaysi ilovani o'rnatdingiz? Qaysi vaqtda SMS keldi? Qancha pul yechildi? Qaysi kartaga yoki hisobga o'tkazildi? Agar skrinshotlar bo'lsa, barchasini ilova qiling. Pulim yo'qoldi deb umumiy yozishdan ko'ra, vaqt, summa, raqam, xabar matni, bank bildirishnomasi bilan yozilgan ariza ko'proq yordam beradi. Bankdan ham rasmiy javob so'rash mumkin. Bu jarayon pulni darhol qaytaradi deb kafolat bermayman. Lekin harakatni tez va to'g'ri qilish imkoniyatini oshiradi. Yana bir keng tarqalgan xato, odam pul yechilganini ko'rib, firibgar bilan qayta gaplashadi. Firibgar esa pulni qaytarish uchun yana kod ayting. Blokdan chiqarish uchun yana to'lov qiling. Xizmat haqi bor deydi. Hech qachon bunday qilmang. Bir marta aldagan odam ikkinchi marta ham aldashga urinadi. Pul yo'qolgandan keyin faqat bankning rasmiy kanali, mobil operator, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va ishonchli yaqinlaringiz bilan ish ko'ring. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha hujjatlar masalasida ham ehtiyot bo'ling. Agar sizga pensiyangizni oshirib beramiz, pasportingizni, kartangizni, telefoningizni berib turing deyishsa, bu xavfli. Rasmiy masalalarni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari, davlat xizmatlari markazi
yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali tekshirish kerak. Kerak bo'ladigan hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, mehnat staj hujjatlari, ariza, bank rekvizitlari kabi rasmiy ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Lekin karta paroli, SMS kod, bank ilovasiga kirish kodi, telefonni masofadan boshqarish kodi hech qachon rasmiy hujjat hisoblanmaydi. Men yana bir narsani alohida aytaman. Telefoningizni boshqa odamga 1 daqiqaga berish ham xavf tug'dirishi mumkin. Ayniqsa bozor, bankomat oldi. Navbat, pochta bo'limi, shifoxona kabi joylarda akka telefoningizdan bir qo'ng'iroq qilib olay. Opa ilovani sozlab beraman, amaki kartangizni tekshirib beray degan odamlarga ehtiyot bo'ling. Telefoningiz ichida faqat qo'ng'iroqlar emas, bank, SMS, hujjatlar, rasmlar, kontaktlar va shaxsiy hayotingiz bor. Telefon bugun oddiy aloqa vositasi emas, u sizning elektron hamyoningizga aylangan. Farzandlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangizni qo'yishdan ko'ra ularga tushuntiring. Siz bilmaysiz deb keskin gapirsangiz, ular keyingi safar muammo bo'lsa yashirishi mumkin. Yaxshisi birga o'tirib telefonni tekshiring. Ortiqcha ilovalarni o'chiring. Bank limitlarini sozlang. Rasmiy raqamlarni kontaktga saqlab qo'ying. Masalan, kontakt nomeri bank rasmiy raqami farzandimga avval qo'ng'iroq qil. SMS kod aytilmaydi deb yozib qo'yish ham foyda beradi. Telegram yoki WhatsAppda keladigan shubhali havollarni sizga yuborishini so'rang. Shunda ular yolg'iz qaror qilmaydi. Pensionerlar uchun eng yaxshi himoya qoidasi oddiy. Agar gap pul, karta, pensiya, SMS kod, ilova o'rnatish yoki havola bosish haqida bo'lsa, darhol to'xtang. Telefon qilgan odam qanchalik muloyim, qanchalik rasmiy, qanchalik qo'rqinchli gapirmasin, siz shoshilmang. Men hozir bankning rasmiy raqamiga o'zim qo'ng'iroq qilaman deb aloqani uzing. Firibgar shoshiradi, rasmiy tashkilot esa tekshirishga imkon beradi. Firibgar qo'rqitadi, rasmiy xodim hujjat va tartib bilan ishlaydi. Firibgar kod so'raydi, rasmiy xodim hech qachon maxfiy kod so'ramaydi. Bugungi gapimizning xulosasi shuki, telefoningizda shubhali ilova, masofadan boshqarish dasturi, noma'lum havoladan o'rnatilgan xizmat. Begona odamga berilgan SMS kod yoki himoyasiz bank ilovasi bo'lsa, pensiya pulingiz xavf ostida. Bu pensiyani davlat olib qo'yadi degani emas, lekin firibgarlar uni sizdan oldin yechib olishi mumkin. Shuning uchun telefoningizni bugunoq tekshiring. Yaqinlaringizning telefoni ham ko'rib chiqing. Kartalar bo'yicha limitlarni sozlang va maxfiy kodlarni hech kimga aytmaslik qoidasini o'ylada mustahkamlang. Agar siz yoki tanishingiz shunday holatga duch kelgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qanday qo'ng'iroq qilishdi, qanday xabar keldi, qanday ehtiyot chorasi yordam berdi. Sizning tajribangiz boshqa odamning pensiyasini saqlab qolishi mumkin. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling va eng muhimi, bu videoni ota-onangizga, bobo-buvingizga, qo'shnilaringizga yuboring. Bugun ogohlantirsak, ertaga kimningdir bir oylik pensiyasi firibgar qo'liga tushmaydi.